Assalomu alaykum. Qarindoshlar, hozir ozroq bir texnik problema bo'lib qoldi telefonda. Mening ismim To'liq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Shvetsiya garajdani. Men ota-onam uchun Shvetsiyaningki poytaxti Stokgolmdagi parlament binosining oldida yolg'iz kishi namoyish qilyapman. Bugun Teslaga 2021-yil 8-oyning 11-kuni chorshanba. Bugun A tarafda varanchurang bo'lganligi uchun men guvohlikni oldi tarafga o'tib beryapman. Guvohlikni mana shu oldi tarafga o'tib beryapman. A taraf sal varanchurang. Azroq telefonda problem chiqib, dikkatim chechilib ketib qoldi ya. Shunga o'chirib o'tib qaytadan ochdim. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kuni tug'ilgan. Ya'ni Eli oblastlik telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan. Apam Sadat Boldun bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Burunqi qatnash, ya'ni Elefandiyan ili mehmonxonasininki shu qatnashdan pensiyaga chiqqan. Bular 2017-yili 1-oyning 27-kuni tutib ochib ketilib, Eli oblastlik bexatarlik saqchilar tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirilgan. Undan keyin yepi holatda sud ichib birinchi qitimda 5 yillik kesgan. Undan keyin sudninki hukmi bu azob qopti deb apam dadamga 18 yillik qamoq jazosi bergan og'zaki. Ammo bu qamoq jazosi og'zaki bo'lsa-mu, hozirgacha kuchga ega bo'lib, dadam Eli oblastniki Kunas noyasdagi turmada. Apam bo'lsa G'uljininki Bayandaydagi, ya'ni diviziyaninki turmasida. Ularninki kesilib ketishniki asosiy sababi bo'lsa, meningki Shvetsiyada yashaganligim va apam dadam bilan 2014-yili Turkiyada ko'rishganligim. Mening apam dadam hech qanday gunoh o'tkazmagan, hech qanday gunohsiz. Shuningga men Xitoy hukumatiga deymanki, mening apam dadamni shaksiz qo'yib berish kerak. Bo'lmasa, meningki apam dadam uchun menga bu qadamim menga to'xtab qolmaydi. Men 2009-yilda o'qishga chiqqan chaqda apam dadamningki tarixiy materiallarini Beijingdagi Shvetsiya konsuliga berib qo'ygan. Degan ham hech qanday bir chatoq bo'lmag'achqa o'qish vizamni ilib Shvetsiyaga o'qishga kelib, mishar qilib qolgan. 2017-yilda G'uljininki, Chongxavininki 2 bola adamni chaqirtib, men to'g'risida o'qishga chiqsa, ukam pasportlarni bergan bo'lsak, hech qanday bir to'salg'u qilmay ashaga chiqib, pasportni eshitib, onalikni deb adamga debdi va bir qism materiallarni ko'rsatdimi? Mendan jiq narsa so'rama, mushunchalik narsa, mushu deganini deyman ukam dedi. Shuning bilan sen jim o'ta, bunday ishlarga aralashma. 3 oylik o'qishga, aniki 3 oydan keyin inib chiqdiki, shu chet elga chiqib, sen bilan ko'rashgan va aniki paranglashgan ideyasi ota-onangizdan bulg'angan, balki fikringiz bilan bir qalaymagan gaplarni qilishgan bo'lishi mumkin degandek bir paranglarni qildi. Shuning bilan opam dadam keyin ana dedi, mana dedi, ishga yig'in dedi, u dedi, bu dedi, shuning bilan kesilib ketdi. Undan keyin adam yo'qolib ketdi. Qayshkina bir qarindishimiz gapibdi. Men birsiningki hadis to'g'riliq bir narsa chiqarsam, chopanchilari ko'tarib chiqib, sening adam Urumchida ekan-ku, yuribdi deydi. Mening adam o'qish kirgani rost, chiqqani rost. Hozir teshirika bo'pti. Yana kirkassinmi? Meningki nima ish qilganim adam yana kirkachida umrda bir pasport pechitib baqmasa, ya chetlarga chiqib baqmasa, boshqalarningki boshliqlarningki qurultaydiki, mashadikilarningki, tashkilotdagilarningki o'ynab kelib yuridi ekan-ku. Men chiqib bu yerga bir dehqon chiqdimi, bir qo'y, kala, bir nima yutkasa chiqib izlayotgan qildim. Men opam dadamning izlayotganini qildim. Men opam dadamdan kesilib ketgani yoki turmadan nardiligi kerak emas. Menga opam dadamningki teshig'i chiqishi kerak. Bular qonunsiz kesilib ketdi. Bular nahaq deb men ma'ni qilyapman bu yerda. Shuningga qarindoshlar, menga sening adang teshilgan-ku, undaq-bundaq deganni qilmanglar. Adam teshilgan bilaman obdan.
Ben deb qo'ygan adamga bir ish bo'lsa kirib kelsa, undan keyin nima bo'lganini ko'ramiz deb. Undan keyin yana birisi bo'lsa, mashada bir yengayatlik, o'lchidoq mendan bir 4-5 yosh bir harom tamoq, azroq o'tirimizda bir shaxsiy problemlar bo'lgan. Mushu pasport olgandan keyin berib meni g'uljininki bexatarlik idorasiga chaqqan. Buning aksimi bir nima o'zbek deb shundaq arpaylik qiladi. Anandan keyin shundaq g'uljida işte odamlarni turmaga kirgizib yetib, so'lamchilik qilib berib, yotoqqa haq boylarning bolalarini akirib qo'yib, boshqa bilan ularni turmaga qomat etib, yana ash turmaga chekirib, ularni ochiqqanda qilib pul tepib, yomon vahshiy tetiqsiz bir hayvon sifatida o'tgan bir oila, shu bosh yangi turdi o'zbek. Moshundan yurgan. Bu o'zima g'uljidagi koni Jangjinbekgan oldida bir Nissan Tidan haydab to'y ko'chirib yurgan emeti hayotida bir 5-yurtida o'qigan, o'qib bakmagan bir dalti shavchi. Night tayini yo'q, axloqsiz. İlgirkin shu pulga dumishgan. Night o'zininki xotini boshtakanda buningki shu do'yinda mang'ashtaq yezishib qoldik. Hammani tatib jetoq deb qo'ydim. Agar qayil olmasa o'kinkidek chaplab qo'ygandek chaplab qo'yma. Ay o'zininki erininki axloqsiz qilmishlarni deb bersammi? Erkish boshida telefon nomerini aytanga keyin men bir parangiz baqay dedi. Telefon nomerini shunday 3-4 ni tashlab bersam, erkish o'g'anniki ya bu yerda deydi. Fransiyadan bir inqilob kadisi var. Yo'q, to'liq undaq emas, dalanmi degan. Uni ilib chaplab qo'ydim. Chunki bu qizlarda hamda bir ishlarni qilyotdi. Mening bu temalarga kirib, bu yoqlardan hamda undaq qilsam, ta'sir doirasiga yaxshi olmaydiganini bilmayman. Bu qizvalimi o'zimi shundaq yo'q, to'liq undaq dalanmidi yoki bundaq qilamidi, dalanmidi. Bu ishlarni deyishmay turayli, hozirgi dushmanimiz Xitoy dedi. Bo'pti deb men endi yaqinmidim. Uning ustiga bizniki jiq tanishlar bilan o'tadiki adash bir ish qilyotdi. Shuni qilmasang, mush qizlarga sen tegmasang bir ishlarni qilyotdi. Ko'sti qo'ydim Fransiya var. Ko'dingmi men yozganlarni desam, tova deb yoqsin tutib qoldi, lekin tegmasang adash mush qizlar olsun Fransiyada birdan bir ishlarni qilyotdi dedi. Bo'pti dedim. Ondan keyin men yaqinmisam boshqalarga men Norvegiyaga adlarim bilan men buni bosh qo'yibsammi? Mening tuqqanlarim bosh qo'yibmaydi. Mening Amerikada tuqqanlarimni bilaman, Amerikada tuqqanlaringni taxni chiqib qo'yib bir istekçi ruxsat ololmay dokumentsiz yurdi. Ya yana bir tuqqanini men ko'rdim, lekin seningdan voz kechibdi, bizga gaplashmagan 8 yil bo'ldi deb. Xoinligiga oshkorlansa bir tuqqanlar shunda bo'ladi. Dexe men adlarim bilan sotqa berma. Ey, sancho qara, meni 2018-yili Shvetsiyadagi Solnarninki polisiga sen meni chaqqan. Ular bana telefon, bana SMS avatib, qisquchur. Sen bana bilan yaqinma degan, men sana deb beray shuni yana bir qaytim. Vanda Dalxom degan saqchi ismi Vanda Dalxom, sen bilib qol buni. Men aloqaga chiqib, mening ishim kriminalninki, ya'ni jinoiy ishlar emas yoki bir to'y qilib ajrashganning ishi emas. Sen mening arandamni, meningki bu delorimni Shvetsiya bexatarlik idorasiga o'rpa dedim. Tushundingmi? Men saqchidan qo'rqib qolmayman. Kalning pishmagan yeri u yoqqa berib, yana Xitoy saqchiga chaqsa, bu yoqqa kelib Shvets saqchi. Voy, okalarning yog'an kirgini, yog'anda va o turmining ichiga kirib, akang o'zbeklarga qo'l qo'ydirib, kimning asabiylik edisini tugatdi, kimningki asabiylik edisini tugatmadi, yog'an chiqib, yog'an inqilob qilib, yog'an mishalar qilishingni qara. Haq hammasi obdan bilmagan bilan, men obdan bilaman. Tushundingmi? Sen mening oilamga ziyonkashlik qilding. Birinchisi sen, ikkinchisi Xitoy. Sen chaqding, sen butun narsalarni qilding. Mening boshimdagi, Tojiyandagi butun narsalarimni sen tushirib olib berding Xitoyga. Undan keyin men bechoralarga ziyonkashlik bo'ldi. Sen qaysi internetniki, qaysi IP adresini ishlatib, sen mening narsalarimni Xitoyga olib berding, yo'panga tushirib. Men hamma obdan bilaman seninki. Sen nimalarni deding? Ben sana deb qo'yay. Bilmaydigan ish yo'q, bilmaydi dema. Haramlik. Mashunday odamlar bor, diqqat qilinglar. Adlaring bilan chiqamsa, sotqa kim bilan chiqsan, chiqmamsa, kelmamsa, shu satning qog'ozingda eshak ham otlamagan adlaringni rasva shu qilmagan ish qilmagan Norvegiyada. Menga og'zingni ochmara sen to'lava. Qo'lingdan kelsa, sotning qog'ozni akilib,
Jüre sotqa chiqimiz isbotiga men qanday qilamanki sening Shvetsiyaning pasportini ilib, men berib pul to'lab chiqdim meyaga deganingga qanday qilamanki men? Qarindoshlar, ashunda yana bir so'zi meningki ota-onam kirkatgan chaqda 5 ta medialardan raskapni qilsam bo'ladi. Yordam berdi, bermadi emas. O'z yordam berib, o'z bir yerdan shunda bu ishni mening ishlarim ko'tarilib ketdimi? Ya bu odamga bir yerdan bir xabar keldimi? Ana biz yig'ishto'sang, biz ota-onasini bir mazgilga qo'yib beramiz dedimi, bilmayman. Voy saqa, voy ukam, mushta ish. Bo'ldi, endi sal qattiq nima qildik, Xitoyga endi yumishqini ko'rib boqamiz dedi. 1,5 yil ahmoq qilib, narsa kerak ag'izib, Rolex soatlarimni ag'izib, Tayland qo'yib, xalq bilan ko'rishma deb 2,5 ming yevro 2,5 ming yevro pul elib, uni akab bergancha odammi bor, hammaning isboti bor. Hatto ovoz yega ishimiz vaqtida tatib, men o'zimningki buning bilan qanday odamligini men obdan bilaman. Men kim bilan gaplashayotgan chaqda kimga qanday muomala qilishini menga degan cho'nglar har qatim meni olgan chaqda pulqimga quyatdi meningki. Diqqat qil, men deganni qil deb. Shuningga buningga men oilik meni ishbirlik qilmoqchi bo'lgan Amerikadagi Zubayra xonimlarning bu ishlari esilmasammi, men WhatsAppdagi avatgan narsalar, anondikina apangladangning shinfinjinglarni avat bu koni qizib qilgan shu narsalar, bütün ovozlar o'shining bilan buni urib tashlayman. Lekin men hozircha bu yo'lni talmaya qo'yib qo'ydim. Buning bilan men nasarimni qaytirib ilib olsam, buning bilan da sotga chiqsam bu bir mazgilda rasvo bo'ldi, voy deb ko'tarildi. Shuning bilan bu ishlarni jimiqdi. Biz ko'ryapmiz-ku mishada. Eliqining voqeasi, qo'ymichining voqeasi voy o'p ketdi, bezqib ketdi. Ya'ni shundan gapini qilib, shuning qo'ngini furab aqidi yuridi ekan. Yana birisinikini shu eliqi. Eliq odil setib degandan keyin voy deb ko'tarildi. Shuning bilan uninkini berib tugdi. Men unda qilmayman. Men olmay turib, men shunda qilaman buni. Mening 1,5 yil vaqtimni qanday o'tkazgan bo'lsa, men 1,5 yil bir umr balkim to'xtamay shunga so'zlab qag'ab, xotinni qag'ayman, bolalarni qag'ayman, shunda tillayman. Kerak bo'lsa uydagilarim ashunga ichida bir ish yo'q qolsa, anandan keyin meningki qiladigan ishlarim bor. Meningki uyining oldida namoyish qilmayman, qizni praktika qiladigan yerda namoyish qilmayman, aramchilik bermayman. U yo'qiga o'tib tillayman, bu yo'qiga piqrayib atrofida. Anandan keyin buningga shu dunyoninki xalqimizga qilgan shu bo'ylib ketgan qo'llarining qon buningki psixikasini men shunday qilib aytaman. Menga bir yerdan shu bir soat yoki bir yerdan bir nim kasdi deb kutib o'tirdim. Lekin kammayotdi hozircha. Shuningga ila qarindoshlar oshkorlayversang, qani qilaversang, mani qilaversang, oshkorlayotgan bilan nima hal bo'ladi? Tillaysizlar, nima ish qilaysizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyliklar buni ip tashlab etanmaydi. Dolqin Aysa, efendim, Roşan Abbas xonim, Oblikim İdris, Pirat Yurunqash, Erkin Akram hech nima qilolmaysizlar. Buning kaynida Jungo Kommunistik partiyasi bor. Jungo Xalq ozodlik armiyasi bor. Buni sizlar hech nima qilolmaysizlar. Sizlarni shu Xitoylar, shu Uyg'urlar nima qilganga, sening kayninglar turib, bentanglarni bo'shtib, chingitib, sizlar tashitib qilganingizlarni qilib qo'ygan bilan men tazobdan bilaman. Sizlar o'zinglarmi ko'nglinglarga ayon. Shuningga eliqi ba'zi birlari Gollandiyada voy ufkam deb ketadigan eliqi oshqochidigan Zaynda Kashma voy ufkam tatlı ufkam voy sen alamet malamet dedigan bu o'z ko'ngliga ayon bo'lgan o'xshaydi xo'jayinning qanday bo'lganini. Shu Facebook, Instagram, telefonim bor, hamma narsa qap-qarqib chiqarib. Agar meni aka bir yerda qarlaydigan bo'lsang yoki bir qanday ish qilsam, bizning WhatsApp deyishganimiz, gaplarimiz hamma nimamiz bor. Agar mening kaynimdan voy bu nachar bola pishni qilyotdi o'bo desang, meni qanday baxtiqanlaring, meni qanday qilganing hamma narsa bor. Men 2012 dan boshlab kelganligimda Nokia telefonimdan boshlab hech qanday narsamni men tashlamayman men. Men mayaga chiqib san seferlarni shu yillan deganim ketib hamda qarab turib qilaman. Ashunda qildi qarindoshlar. Shunda meningki hissiyotimdan foydalanib, meninkimi qarab yiqinglar. Shvetsiyada men bir talli parlamentning oldida qolganlar shunda baxtlik boradi. Qurultaydagilar bilan kitob chiqaradi. Universitetlarga berib, Beijing, Shanxaylardan o'quvchilarni akiladi. Xitoy o'quvchilarini.
top kuchirayotgaydi. Reis dokumentlar vatanga berib keladi. Yurakga shu darajada qop-qora chavul dokumentlar, panohlik tiliga reis dokumentlar kim vatanga berib kelalaydi qarindoshlar? O'shkanimizni yig'ib etayli. Qozog'istondan 10 dan kelgan odamlar qanday bora oladi vatanga? Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bular berib kelalaydi. Yana texavoy qaytirib etdi bizni o bu deb. Onangni qaytirtamda go'y. Qaytirib etgan bo'lsa, seni berib ishdan ko'ngli sog'ib edib, bütün ichingdekini chiqarib, 1 milliard 500 million xalqni boshqarib atgan kommunistik partiyasi sening ichingdagi ikki tal narsani ololmanda, sen bütün to'y to'kinga bering, ayolingni kirgizib etsa, u yerlarga yog'aladi she'r yozdigan qilib, o'zingni taksi haydagan bo'lib, bu yer yursa, bütün odamdan gap olsa, nega olsang, qiladigan ishing gap ilishlar, savol so'roq, gap ilish, savol so'roq, xalqning ichki sirini bilish. Sen ashak bog' odam ishim demadingmi? Men to'g'rilik ishim demadingmi? Tunagan bo'ldi, 2-3 kun bo'ldi, men bir necha aqillarim telefon qildi Shveysariyaga. Adash, men manda qarab baqsam, sening o Shveysariya kishidan deganing bu to'g'ri, biz buning shohid dedi. Lekin biz manda qarab baqsak, birlisan parlamentning oldida turibsa, seninki uydagilaring haqiqatan qasd kuchirabdi, bu sen rost, haqiqatan sen nimani qila bu ota-onangni mashunda 5 yil qilib, 5 yildan beri solib edib. Nimani qila emas? Türkiye pasportu baki, vay tuqqanlar tercümanki, vay xalqningki birimlarini bilidiki, ashni akasanlar bek muhim. O'rta Osiyoliklarning orasiga kiralaydi. Yevropada jiq tonishlari bor. Deb bular meni qaslab, meni asli maqsadi ishiltishga. Oxirgi paytlarda meni ovmonga avatmoqchi bo'ldi. Buningdan tinib ololmaydi. Jig'naslar va mantiqa tatib chiqmagan endi. Mal qurultay yig'in ichinyapmiz deb tayyorlik qilyapti. Bak urilib ketmasin dedim. Ammo men 2-3 kun o'tgandan keyin bir naq maydon qilib so'zlaydigan narsalar bor. Shunda qarindoshlar mening deganimning ichida bor-ku, qaranglar. Bir sim yog'an emas-ku, hammasi rost narsalar mishada. Balkim Shveysariyadan kirdi, kirmadi emas, bir nechasiniki kirdi, o'qib chiqatdi. Meninkini mana shundaqdiki, ne'mat degan qo'l qo'ypamab ekan o'shchada o'qishdan chiqib turgan chog'da yo'q buningki bolasiniki nurg'un narsa bizga kelgan bunikini qo'yib o'tishga bo'lmaydi, buni kesib o'tishimiz kerak deb. Mana qarindoshlar, ahvol mushu. Unda o'g'andan keyin adang teshidiki tatatay qilib men yerga opamdan deb chiqdim, adam deb chiqmadim, ammo men guvohlik berib, uni kiribdi, o'qibdi dedim, men adam uchun guvohlik berib qo'ygan. O chiqdi, onun işi tügidi. Hozir maaş kisining ishi bormi yerda? Bo'pti, qarindoshlar, men bu guvohligimni to'xtatay. Amsa, qarindoshlar, Yevropaning parlamentning oldidagi, Amerikaninki, Avstraliyaninki agar pandemiya qilmagan bo'lsa, yapmagan bo'lsa, Yevropa parlamentininki, mushundaqlarninki oldidagi parlamentning bo'shligidan foydalaninglar. Mushta narsani yoztinglar ota-onalar uchun. Ba'zilar qarsam bir xil xijiladigan şey, qarindoshlar bir chiqib ota-onamizning nadaligini izlash. Mushu bicharalarning qarang'u zindalardagi eng rashlari dafsandalardagi mushularni otam dadam nada? Dunyo, Xudo menga otam dadamni qaytirib ber. Mening otam dadam gunohsiz deb mishda turish bu biz bir uchun sharaf, nomus emas qarindoshlar. Ba'zilar qarsam nomusda his qiladi ekan, unda qilmanglar, ota-onamizning bergan oq sutini aqlayli. Boshqa cho'ng ishlarni qilamiz-mi? Xalqaro jinoiy ishlar tizimini qo'yinglar. Xitoy a'zomiz hech nima bo'lmaydi. Atagin parchalangan chog'da balkim sizga to'lam va yoki oilangizga yaxshi bir imtiyozlar kelib qolishi mumkin. U yo'qga, u bir quruq gapga, u soliqlarning quvvatini u amalga oshmaydigan, amalga oshmaydigan ish yo'q. Qarindoshlar, bularning tizimligiga kirib qolsa, bu seriqchash ko'k ko'zlar bak yomon. Bir kunlar shunda parchalanganimiz vaqoq ishlatadi. Qanday apadi Xitoy Yaponiyadan to'lamni Yahudlarga qanday to'layapti hozirgacha? Ko'rayli materiallarni to'g'ridan aqtirayli Google'da hammaning bor. Faqat bo'lmasa seriplam kopiya qilib ashulaga translate qilib ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, Uyg'urchaga doir Uyg'urchaga o'riblam. Shunda qulay bo'lib ketdi hozir hamma narsalarni. Til saviranglar yetmasa. Shuningga qarindoshlar, ota-onamizga ega chiqib, mushlarni bir qutqizib olayli. Unda bo'lsa qarindoshlar, Xudoyimga omonat bo'lsin.